Ozoda Ergasheva nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. 2-3 oydan beri shunaqa yo'tal qiynab yubordi. Hamma narsa qildim, foydasi bo'lmayapti. Ayniqsa kechalari juda ham kuchli yo'talib, charchab qolyapman. O'zim chetda bo'lganim uchun shifokorga ko'rina olmayapman. Nima tavsiya berasiz, debdilar. Bu holatda nima qilish mumkin? O'zi birinchi keltirib chiqarib turgan sababni topishga harakat qilish kerak. Bunaqa holatlar eng ko'p uchraydigan sabablardan biri, ya'ni 52% holatda burun tufayli bo'ladi. Ya'ni burunni orqa tomonga oqishi, postnazal drip sindromi deb nomlanadi. Ko'pincha grippdan keyin yoki burunni qanaqadir boshqa infeksiyalardan keyin, burundagi allergik holatlardan keyin shakllanib qoladi. Burun orqa tomonga, ya'ni tomoqqa oqib, doimiy, ayniqsa kechqurunlari qo'zg'aydigan yo'tal keltirib chiqaradi. Bu holatda bemor burni har doim bitib yurishi shart emas. Burun bitmasdan ham rivojlanishi mumkin. Bu holat uzoq davom etgandan keyin, 1-2 oy davom etgandan keyin o'z navbatda uzoq vaqt yo'talish hisobiga nafas yo'llarini ta'sirchanligi ortib qoladi va biroqlar giperaktivligi deydi. Bu ham jarayonda yo'talni kuchaytiradi, jarayonni og'irlashtiradi. Nima qilish mumkin? Bu holatda tavsiya berishimiz mumkin bo'lgan narsalardan biri bu burunga ishlatiladigan dengiz suvi preparatlari bilan 3-4 mahal burunni yuvish kerak. Bundan tashqari burunga ishlatiladigan mometazon kabi spreylardan 2 mahal ishlatish kerak 1 oygacha bo'lgan muddatda. U vaziyatga qarab, bemorning holatidan qarab holat bilan kelib chiqib tanlanadi. Nafas yo'llarida ta'sirchanlik, giperaktivlik ortib ketganini davolash maqsadida surunkali yallig'lanishni bosish, balg'amlarni ko'chirish va allergik yallig'lanishni orqaga qaytarish maqsadida beklametazon, flutikazon, budesonid tarkibli aerozollardan nafas yo'liga ishlatish yaxshi samara beradi. Montelukaz ishlatish ham yaxshi samara beradi. Yana qo'shimcha shu narsaga e'tibor qaratishingizni so'rardik. Siz yashaydigan xonada, ayniqsa kechqurun dam oladigan xonada xonaning namligiga e'tibor qarating. Xonaning namligi 50% atrofida bo'lsin. Namlikni tushib ketish ham burundagi bunaqa jarayonlarni, nafas yo'lidagi holatlarda og'irlashtiradi. Yana qo'shimcha tavsiya bergan bo'lardik bemorimizga parhez. Ovqatlanish birinchi o'rinda turadi. Tarkibida shakari yoki sun'iy mahsuloti bor ovqat mahsulotlarini qat'iy ratsiondan chiqarish kerak.